haligi bog'chaga berishuvdi, istimakida masaga tushib qolishi kerak. Sudurga berdimi? Ha, masaga tushmagan. Istimada sudurga bo'lsa hech narsa emas, xavotir olmanglar. Asosiysi mana bola orqada qolib ketayotganligi sal jiddiyroq muammoda albatta. Birinchi o'rinda bolada pedagogik psixologlar, ya'ni bog'chaga berish ham mana shu bitta yechim hisoblanadi. Ikkinchi o'rinda somatik holati bolani, ha? Qoni kamligi 10 chiqyapti, balandroq ko'rsatadi. 8 da bilamiz albatta. Necha yosh bo'ldi hozir? 4 yosh. Nechta so'z bilyapti? İşte şu söz biladi, sekin chiqyapti ertaga. Ja hali gapirib o'rgan yo'q. Qarang, mana bola 4 yosh, 2-3 ta bor, yana ko'pi bilan 5 ta so'z bilyapti. Bu degani nutqiy jihatdan orqada qolyapti degani. Bolani muloqotga kirishamiz desak, uje aqliy jihatdan ham orqada qolayotganligi namoyon bo'ladi. Bizda doim onalarimiz bolasiga nima qiladi? Pozitiv qaraydi, maqtaveradi. Yaxshi tengqurlar bilan bir xil hamma narsaga aqli yetyapti deyiladi, lekin 4 yoshda 2-3 ta so'z bilishi bu orqada qolish shu o'zi avtomatik. Endi tengqurlardaqa fikrlamasligi, bolalarga uncha aralashalmasligi masalan, ha? Bundan ko'rib olsak bo'ladi. Kognitiv funksiyalari pastligini ham yaqqol hali tekshirganda ko'rinyapti. Endi bitta narsa, albatta, nima deydi? E'tirozli holatimiz bor. Bitta odam bitta dorini ichsa, uni sherigi palonchi yaxshi bo'lib qolgan ekan deb shat olib ichib ketaveradi-da bizda. U dorini nimaga yozilgan, nima uchun yozilgan, ha? O'sha narsaga e'tibor bermaymiz. Bular hamma sabablar, ko'rsatib o'tayotgan sabablardir. Shunchaki aytmoqchimanki, internetda bitta dorini ko'rib qolsak, falonchi yaxshi bo'lib qolgan ekan deb shart ishlatib ketavermanglar. Bu apparat bas, bu mashina bas, falonchini nimasi, kir mashinasini mana shu boltini almashtirib qo'ydik. Biz ham shuni almashtirib qo'ysak yaxshi yuvar ekan degandek bu apparat emas. Insonga hammasiga individual yondashiladi. Birinchi o'rinda bolani nutqi orqada qolyaptimi? Biz e'tibor berishimiz kerak. U bolani qulog'i eshityaptimi, eshitmayaptimi, shuni bilishimiz kerak. Agar rech sensor bo'ladi va motor rech bo'ladi, ha? Agar bolada qulog'i yaxshi eshitmayotgan bo'lsa, hech qachon uni bolani gapirtiraman deb ovora bo'lmanglar. Birinchi o'rinda o'shuning uchun bir qator audiometr qilib surdolik maslahatini olib qo'yish kerak. Ikkinchisi, bolani qulog'iga ovoz kiryapti, lekin miya tushunmayapti degan narsa bor. Juda ham sodda qilib aytadigan bo'lsak, bir nervdan ikkinchi nervga informatsiya, ya'ni ma'lumot uzatilmayapti. U bola tushunmay turadi. Uchinchi narsa, ma'lumotni saqlay olish va saqlagan ma'lumotni o'rnida ishlatish. Demak, dunyoda hamma narsani bilish uchun sezgi a'zolarimizni qabul qilamiz. Ko'zimiz bilan ko'rib tushunamiz. Qulog'imiz bilan eshitib tushunamiz. Teppadan gapiraversan ham. Tilimiz bilan, og'zimiz bilan ta'mni bilamiz. Taktil, mana shu 5 ta sezgi orqali qabul qilamiz. O'sha sezgilarimiz yaxshi ishlayaptimi? Ishlayapti, ko'ryapti, eshityapti. Keyingisi u ma'lumotlar uzatilyaptimi? U ma'lumot saqlanyaptimi va u ma'lumotni o'rnida ishlatilyaptimi? Qizimizda qulog'i eshitilyapti. Yana baribir surdolikka bir qator ko'rsatib qo'yish tavsiya qilamiz. Undan keyin o'sha ma'lumotlarni tushunish darajasini biz yaxshilab borishimiz kerak. Masalan, qoni kam bo'lsa bolani bo'shashi motor jihatdan, harakat jihatdan orqada qolyapti. Endi avtomatik ravishda miya ham orqada qolishi mumkin, ha? Yoki bo'lmasa miya faoliyatini mana elektroensefalografiyada ko'rganimizda ham baribir xuddi yoshga xos interpretatsiya degan narsa bor. Yoshga moslik darajasi ko'rilganda biroz orqadalik belgilari ham ko'rinyapti. Xuddi dastlabki 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda elektroensefalografiyasiga xos bo'lgan belgilar hali ham ko'rinyapti. Va uchinchisi oilaviy holat. Ba'zi bir onalarimiz Koreyada ishlayapti, Rossiyada yashayapti. Ular faqat bitta ona bilan gaplashadi, bitta xonada qolib ketyapti. Muloqot bo'lmayapti, ijtimoiy muloqot bo'lmayapti. Bu ham bevosita bolani orqada qolib ketishiga sababchi bo'ladi. Endi hozir onaxonni gapiga qaraganda uydan chiqmaydi, hech kim bilan gaplashmaydi deyapti, balki shuni nazorat etgan bo'lishingiz mumkin. Endi hali bular endi nima qilishgancha tashqariga endi go'goda bir chiqishadi xolos. Ha? O'sha hali bitta qamalib o'tiradi. Endi faqat bizga kelsa yedi bular. Endi hali hech qayerga chiqishmaydi baribir. Endi tashqariga go'goda bir magazin. Demak, muloqot qismi ham kam demoqchi endi bularda. Demak, hamma sababni qilishimiz kerak. Bu yoqda yetishmayotgan narsani to'ldiramiz. Lecheniya mayli dori-darmonni ham qilaylik, lekin birinchi o'rinda dori-darmondan tashqari pedagog, psixolog, logoped, defektolog degan narsalarimiz bor. Logoped bilan birgalikda qilishadi. ABA terapiya degan narsalar bor. Bular hammasi ped psixologik usullar hisoblanadi. Shular bilan birgalikda olib borsak, keyin kompleks lecheniya bo'ladi. Va muolajalarda etap-etap vaqti-vaqtda qilaylik. 1 yil oldin bitta kelib qo'yib, yana 1 yildan kimdir bolangiz orqada qolib ketyapti ekan degandan keyin yana kelmanglar-da. Xo'p, mana hozir 4 yosh bo'lsa, 3 yildan keyin, 2,5 yildan keyin uje maktabga kiraman deydi. Maktabga yoshi mos kelmasdan keyin aqliy yosh koeffitsiyenti orqada qolib, keyin muammo bo'ladi. Maxsus maktabga bering desa, sizlar bergis kelmaydi. Oddiy maktab olmaydi. Inklyuziv ta'lim yo'naltiramiz. Keyin ayasi yig'lab
yuradi, bolam orqada qolyapti deb. O'shuning uchun har qanday kasalni profilaktika qilib oldini olsangiz yaxshiroqda. Kasallikka kirib olgandan keyin chiqib ketishimiz qiyin bo'ladi.